Assalamu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bağat Aka avtosavdoni kuzatib boruvchi yurtdoshlar. Bugun 14-noyabr 2025-yil navbatdagi savdomiz mexanika Cobalt'imiz bo'ldi. 2020-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz 53 ming kilometr turadi. Kraskalari 100% rodnoy, tayyor avtomobilimizni Xankadan kelgan Sarvarbek og'amizdan naqd pulga 130 million so'm berdik. Og'a, rozimisiz savdoni? Razı. Rozimisiz? Ama şöyle gelip yine maşinini görüp aldık. Özlerimize makul. Sizlerden işlerinize ahmet. Katta rahmat ağa. Falan. Do'stimiz otasına sovg'a qilib turibdi mashinani. Tilak istaklar bo'lsa aytaverasiz. Hammasi zo'r mashina. Hammasi zo'r. Baholar ham, mashinamiz hammasi zo'r. Katta rahmat, Ishlaring yaxshi omon tilak tilaymiz. bersin. Katta rahmat. To'ylarda yaxshi kunlarda haydash nasib bo'lsin mashinani. Do'stlar, kuzatamiz, sotgan mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz 53 ming probeg yurib turadi. Do'stlar, yumshoq balon, metan gazlar ustanovka qilingan tayyor avtomobilimizni naqd pulga 130 million so'mga Xankaga berdik do'stlar. Kelaverasizlar, shunday zo'r sena mashinalar ko'p, bemalol kelib arzon kelishib savdo qilib ketaverasizlar. Sizlarda ham shunday sotiladigan mashinalar bo'lsa, kelishsangiz tavsiya qilamiz, kelishsak narx olamiz, kelishmasak sotib berish varianti orqali savdo qilamiz. Kelaverasizlar, kutamiz, rahmat.